Assalomu alaykum. Ismim O'tkirbek. O'zim andijonlikman. Men Farg'ona davlat texnika universiteti 3-talabasiman. Hozirda IT sohasi bo'yicha ishlab kelmoqdaman. Ham o'quv markazida mentorlik faoliyatim olib bormoqdaman. Meni IT ga birinchi marta qiziqishim 5-sinflik paytimda paydo bo'la boshlagan. Bu paytlarda maktabda ham informatika darslariga qiziqishim bor edi. Undan tashqari matematika darslariga ham qiziqib borardim. Lekin eng ko'p qiziqishimni sababi akam bo'lgan. Akamda kompyuterga bo'lgan qiziqish ko'proq edi. Meni amakilarimdan biri bank sohasida ishlardi. Bankda buxgalteriya bo'yicha ishlari bo'yicha akamni olib o'tib ketardi. Ya'ni o'zlari yordamchi sifatida olib borishardi. Mana shu yillar davomida akam kompyuter bilan bemalol ishlaydigan bo'ldi va uning ichidagi dasturlari bilan ham bemalol ishlar edi. Ya'ni mukammal darajada o'rganishgan edi. 5-sinflik paytimda otam bizga kompyuter olib berishgandi. Ya'ni o'zimizni shaxsiy foydalanishimiz uchun kompyuterga ega bo'lgandik. Men bu paytlarda kompyuterga unchalik darajada qiziqmaganman. Ko'proq kitob o'qishga qiziqardim hamda televizor ko'rardim. Undan tashqari telefondagi mobil o'yinlarga ham ko'proq qiziqardim. O'yinlarga ko'p qiziqqanligim sababidan akam kompyuterga qiziqtirish uchun kompyuterdagi o'yinlarni qo'yib bera boshladi. Shu tariqa men kompyuter ishlatishni o'rgandim, bemalol yoqdim. Uning ichida yozadigan bo'lsam, bemalol yoza oladigan darajaga erishdim. Lekin uning ichidagi boshqa dasturlarni ishlata olmasdim. Shunchaki o'yinga kirishni bilardim xolos, lekin boshqa dasturlarni ishlata olmasdim. Shu tariqa akam bilan birgalikda men kompyuter dasturlarini o'rganishni boshladim. Ya'ni asosan Word, Excel, PowerPoint dasturlarini o'rgana boshlaganman. Birinchi ustozim sifatida akamni ko'raman, sababi barcha kompyuterdagi ishlarni akamdan o'rganganman. Word darslarini, Excel darslarini, PowerPoint darslarini mukammal tarzda o'rgana boshlaganman. Akamda yetishmagan bilimlarni video darslar orqali, ya'ni video darslar sotib olganmiz. Mana shu orqali o'rgana boshlaganman. Bundagi natijalarim ancha yaxshi edi. Hozirgacha, ya'ni universitetgacha bo'lgan vaqt hisoblaganda menda kompyuter savodxonligi bo'yicha 7 yillik amaliyotim bor. Ya'ni o'rgangan paytimdan boshlab ishlashni ham boshlaganman. Wordda hujjatlar tayyorlab berardim. Ya'ni amakam bankda ishlaganligi sababli ko'p hujjat ishlarini qilishlari kerak edi. Ularga yordam berish maqsadida akam bilan birgalikda borardik hamda hujjatlariga yordam berardik. Worddan tashqari Exceldagi jadvallar bilan ham ko'p shug'ullanganmiz. Shular orqali menga amaliyot bo'lgan, ya'ni kompyuter bilan ko'proq vaqtimni o'tkazganman. Undan tashqari IT ga qiziqishimga ham mana shular sabab bo'lgan. Akamning tavsiyasi tufayli IT sohasiga qiziqa boshladim. Lekin unga qanday narsalar kerak, ya'ni nimalarni o'rganishim kerak, bu bo'yicha hech qanaqangi menda bir tavsiya yo'q edi. Ya'ni hech qanaqangi narsani bilmasdim bu bo'yicha. Lekin qaysi universitetda IT o'rgatilishini haqida akam surishtirib bilib bergandi. IT da o'rganish uchun universitetga kirishim kerak degan oldinga maqsadimni qo'ydim. Bu maqsadimga erishish uchun kurslar gaplashim kerak edi. Lekin bu universitetga kirish uchun men eng yomon ko'rgan fanlarim matematika, fizikani o'qish kerak edi. Lekin o'zim kimyo va biologiya fanlariga qiziqardim. Kimyo va biologiya fanlari bo'yicha ham kurslarga borganman. Ya'ni 2 yil mobaynida shu kurslarga qatnashganman. O'zim uyimdagilar ko'proq doktor bo'lishimni istashardi. O'zimiz tilimizda aytganda, o'zi shifokorlik kasbini egallashni o'zim ham istaganman. Lekin kompyuterga bo'lgan qiziqishlarim tufayli bu maqsadimni o'zgartirishga majbur bo'ldim. Xo'p, birinchi qadamim matematika kursidan topish bo'ldi. Ya'ni matematikani o'qishdan boshladim. Matematikani juda ham qiynaldim boshlanishiga, lekin maqsadim aniqligi uchun, ya'ni IT ni o'rganishim uchun, matematika kerakligi uchun bu bo'yicha kursga borishni boshladim. 1,5 yil vaqtim qolgan vaqtida, ya'ni universitetlarga DTM imtihonlari boshlanishiga 1,5 yil vaqt qoldi.
1,5 yil vaqt davomida matematika va fizika kurslariga borishni boshladim hamda ularni yetarlicha darajada o'rgandim. DTM imtihonlarida misol uchun ballarim 150-128 atrofida chiqdi. Bu degani bemalol universitetga kira olsam bo'ladi. 1,5 yildan so'ng universitetga hujjat topshirishni boshladik. Hujjatlar topshirilgandan keyin men yo'nalishlarimni ham tanlashim kerak edi. Ya'ni hujjat topshirishdan oldin 5 ta yo'nalishni tanlab olish kerak. Shu yo'nalishlarda hammasiga Toshkent axborot texnologiyalari universitetini belgiladim. Sababi menda faqatgina IT ga bo'lgan qiziqish yuqori bo'lganligi uchun. Uydagilarni, keyin atrofimdagilarni tavsiyasi ham bo'ldi. Ya'ni boshqa universitetlarni ham yoz. Misol uchun ADU, ya'ni o'zim andijonlik bo'lganligim uchun Andijon davlat texnika universitetini ham tavsiya berishdi. Ya'ni o'qituvchi bo'lib chiqishim mumkin edi. Undan tashqari yana boshqa sohalarni ham aytishdi. Lekin menda bu sohalarga unchalik darajada qiziqish bo'lmagan. Shu sababli ham hamma yo'nalishimni, ya'ni 5 ta yo'nalishim hammasiga Toshkent axborot texnologiyalar universitetini yozgan edim. DTM imtihonlarini topshirib chiqdik. Ballarimiz bir kun atrofida chiqishi kerak edi. Shu kunlarni kutdim. Ballarim ham chiqdi. Lekin o'zim o'ylagan ballim 150 ball atrofida edi. Afsus, 128 ball to'pladim. Lekin o'zimda bo'lgan harakat tufayli ham 128, lekin ko'proq harakat qilganimda 150 atrofida ham olish ehtimolim bor edi. Lekin buning imkoniyati bo'lmadi. Muhimi, o'zim qo'ygan maqsadimga erishdim, ya'ni TATUga kirdim. Faqat Toshkentga emas, Farg'onaga kirdim. Ya'ni Axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filialiga qabul qilindim. Dasturiy injiniring yo'nalishida o'qishni boshladim. Nega aynan dasturiy injiniring yo'nalishini tanlagandim? Chunki dasturlash sohasi, ya'ni IT sohasi mana shu yo'nalishlar orqali o'rganilar ekan. Bu narsa haqida men yaqin atrofda shu universitetda o'qiydigan tanishlarim orqali bilgan edim. Shu sababli ham dasturiy injiniring yo'nalishini tanlaganman. Dasturiy injiniring yo'nalishida barcha dasturlash sohalarini o'rganish imkoniga ega bo'ldim. Lekin universitet bo'lganligimiz uchun bir sohani oxirigacha o'rgatishmasdi. Ya'ni misol, bironta o'zim tanlagan, o'zim yoqtirgan sohani tanlasam, shuni oxirigacha o'rgatishmasdi. Sababi universitet bo'lganligi uchun har bitta sohani boshlanish qismini o'tib berishadi, qolgan qismlarni esa o'zimiz qo'shishimizga to'g'ri kelardi. Shu sababli ham universitetdagi bilimlarim o'zim uchun yetarli hisoblamadim. Ya'ni ishlay oladigan darajaga yeta olmadim. Shu sababli ham tashqaridan kurs topishga majbur bo'ldim. Busiz men dasturchi bo'la olmasdim. Lekin men Farg'onada o'qiyotganligim uchun, o'zim Andijondan bo'lganligim uchun tashqaridan kurs topishga qiynaldim. Sababi bu yerni bilmayman. Ya'ni hech qaysi manzillarda, qayerlarda kurs borligini bilmasdim. Shu sababli ham kurs tanlashda boshida qiynaldim. To'g'risini aytganda joylarni topa olmadim. Ya'ni qayerlarda kurs borligini topa olmadim. Tanishlarimda ham bunda imkoniyat yo'q edi. Ya'ni tanishlarimning o'zi ham Farg'onaning o'zidan emas edi. Lekin shunday kunlarning birida universitetimizda dasturlash bo'yicha olimpiada o'tkazilishi haqida xabarlar tarqaldi. Endi bu dasturlash olimpiadasini o'quv markazi tomonidan o'tkazilishi ham aniq bo'ldi. Shu tariqa men birinchi marotaba Codial akademiyasi haqida bilib oldim. Ya'ni Codial akademiyasi tomonidan dasturlash olimpiadasi TATUda o'tkazilgan edi. Bu olimpiadada qatnashish uchun ro'yxatdan o'tish kerak edi. Ro'yxatdan o'tdik hamda olimpiadaga qatnashib ko'rdik. Algoritmlash bo'yicha, ya'ni dasturlash bo'yicha menda yetarlicha bilim bo'lmaganligi sababli ushbu olimpiadada o'rin ola olmadim, afsuski. Lekin kayfiyatim tushirganim yo'q. Sababi o'zim ham bilgandim, yetarlicha bilimim yo'qligi sababli o'rin ola olmasligimni bilgandim. Menga juda ham yoqqan narsa Codial akademiyasining asoschisi Muhammad Amin ustozimiz hamda menejeri Ilhomjon ustozlarning o'zlari borganligida. Ya'ni ana shu olimpiadani o'zlari o'tkazishdi. Ularda menga yoqqan joyi, misol, har bitta o'quvchi bilan yaqindan munosabatda bo'lishgan. Ya'ni hech qanday kibrlanish yo'q, hech qanday misol begona
sifatida ko'rishuv. Hammani o'zini yaqinidek, oldin gaplashgan odamlardek muomala qilishgani menga juda ham yoqqan. Ularda, ya'ni olimpiada yakunidagi bizga bergan, misol uchun, maslahatlari juda ham yoqdi. Ya'ni hayotiy maslahat, undan tashqari o'qishlarimizga yordam beradigan maslahatlarni berib o'tishdi. Menga juda ham yoqqan tomoni mana shunda edi. Ya'ni Codial akademiyasini tanlashimni asosiy sababi mana shunda deb o'ylayman. Ya'ni ana shu paytda menga juda ham yoqqan. Lekin boshqa tanlovlar ham bor bo'ldi, ya'ni bo'lgan. Codial akademiyasidan so'ng boshqa o'quv markazlari ham o'zini markazi haqida ma'lumotlar berish uchun kelishgan. Lekin menga unchalik darajada bular yoqmadi. Codial akademiyasining yoqqan tomoni ularni samimiyligida, ya'ni ularning jamoasi ahilligi va samimiyligida bo'ldi. Shu tariqa Codial akademiyasida o'qishni davom ettirmoqchi bo'ldim, ya'ni kurslarga qatnashishni istadim. Dasturlash kurslari bu yerda bor edi, ya'ni yetarlicha imkoniyatlar ham bor edi. Ya'ni o'qituvchilarning tajribalari hamda bu yerdagi imkoniyatlar menga yoqdi. Codial akademiyasiga birinchi marta kelishim ham ajoyib voqea ustiga bo'ldi. Codial akademiyasi tomonidan, administratorlar tomonidan telefon bo'ldi. Ya'ni ro'yxatdan o'tish, olimpiadada ro'yxatdan o'tish davomida telefon raqamlarini ham qo'ygizgandik. Ular shu orqali biz bilan bog'lanishdi. Hamda dasturlash bo'yicha yangi kurslar ochilayotgani haqida bizga xabar berishdi. Bu kurslar bo'yicha menda ma'lumot bor edi. Ya'ni qaysi kurslar qanday ish bajarishini yaxshi bilardim. Shu sababli ham o'zim qiziqqan sohani ularga aytdim. Hamda ular ma'lum bir sanani aytishdi. Mana shu sanada men Codial akademiyasiga kelishim kerak edi. Codial akademiyasini aniq manzilini bilmaganligim sababli aytilgan vaqtdan 1 soat keyin kelishga majbur bo'ldim. O'zim universitetda ushlanib qoldim. Ya'ni darslarimiz obeddan keyin bo'lganligi sababli birinchi sabab mana shu. Keyingi sababi manzilni topa olmaganimda. Ya'ni Farg'onani yaxshi bilmaganligim uchun manzilni topa olmadim. Lekin shunday bo'lsa-da, kech qolib kelgan bo'lsam-da, markazdagi xodimlar menga yetarlicha, misol uchun, o'zimga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni berishdi. Ya'ni kech qolgan bo'lsam ham boshqa kunga qoldirilmadi yoki bo'lmasam boshqacha bir ulardan muomala bo'lmadi. Ya'ni yomon muomala bo'lmadi. Birinchi kutib olgan odam shu o'quv markazining menejeri Ilhomjon ustoz bo'ldi. Ilhomjon ustoz bilan birinchi suhbatimiz ham qiziq bo'lgan. Ular bilan tanishdik, Andijondan ekanligimni aytdim, universitetlardagi natijalarimni ham aytdim. Ozgina shu dasturlash sohasi bo'yicha gaplashdik. Ya'ni o'zim tanlagan yo'nalish bo'yicha ustozimiz kelgunicha ustoz bilan ozgina muloqot qilganmiz. So'ng o'zim tanlagan yo'nalish bo'yicha ustoz keldi. Ustozning birinchi darsi, ya'ni ochiq darsi shu kurs haqida bizga ma'lumot berish edi. Meni tanlagan kursim front-end kursi bo'ldi, ya'ni dasturlash yo'nalishining front-end kursi. Front-endni tanlashimning asosiy sabab uni osonligida edi. Ya'ni menga juda tushunarli bo'lganligi hamda qolgan dasturlash yo'nalishlaridan ko'ra osonroq o'rganilishida edi. O'zimni rassomlikka bo'lgan talentim borligi uchun front-end sohasini tanladim, chunki asosan saytlarni tashqi dizayni bilan shug'ullanar edi. Ustozimiz bilan bo'lgan suhbatimiz asosan ochig'ini aytganimda bu soha bo'yicha qanday ishlar qila olaman, ya'ni ishlay olamanmi yoki yo'q. Mana shunda bo'lgan. Ya'ni bu sohani nima qila olishini bilardim, lekin qayerlarda ishlashini bilmasdim. Ya'ni qanaqa kompaniyada ishlay olishimni bilmas edim. Lekin ustozimiz menga bergan maslahatlari juda ham yetarli bo'ldi hamda mana shu kursni o'qishni boshladim. Ustozimiz ancha maslahatlari hamda amaliy ko'maklari tufayli kursni muvaffaqiyatli yakunladim. Kurs davomida bir nechta loyihalar ham qilishga ulgurdik. Ya'ni kursni o'zini beradigan vazifalardan tashqari ham realniy proyektlar qila boshladik. Birinchi loyihamni Asadbek ustoz tomonidan topilgan edi, ya'ni Asadbek ustoz bergan edi.
Bu oddiy bir e-commerce loyiha edi. Ya'ni onlayn do'kon. Ya'ni uzun marketga o'xshagan onlayn do'kon qilib berishim kerak edi. Birinchi ishim mana shu ish bo'lgan. Bundan tashqari yana ikkinchi marta ham ish topilgan edi. Ya'ni birinchi loyiham muvaffaqiyatli yakunlanganligi uchun ikkinchi loyiham kattaroq loyiha bo'ldi. Ya'ni dasturlash sohasi bo'yicha masalalar ishlaydigan sayt qilishimiz kerak edi. U birinchi marta bekendchi bilan ishlashim, ya'ni boshqa dasturchi bilan sheriklikda ishlagan dasturim bo'lgan. Ushbu loyihani ham muvaffaqiyatli yakunladik, lekin juda ham qiynalgan edim, chunki juda katta loyiha bo'lgan. Bu loyihani tugatishimda Asadbek ustozimizni o'rinlari katta, sababi ancha qiynalgan joylarimni, keyin o'zim bilmagan joylarimni yana bir marta o'rgatishgan edi. Ya'ni kursimiz tugagan bo'lsa-da, menga anchagina yordam berishgan edi. Kurs davomida qiyinchiliklar bo'ldimi? Qiyinchiliklar bo'ldi. Barcha frontendchilar qiynaladigan joy bu JavaScript qismi edi. HTML, CSS qismlari juda ham oson bo'lganligi uchun barcha o'rganuvchilar, ya'ni frontend sohasini o'rganuvchilarda bu yerlarda muammo bo'lmaydi. Ya'ni HTML, CSS ni o'zida 3 oy yoki 4 oy atrofida o'rgana olsak bo'ladi, bemalol saytlar qila olamiz. Ya'ni katta saytlarga o'xshash saytlarni o'zimiz yarata olamiz. Lekin JavaScript qismiga yetgan paytimizda juda ham ko'pchilik bu joyda qiynaldi. Juda ko'pchilik shu yerda tashlab ketishi haqida ham ma'lumotga ega bo'ldim. O'zimda ham qiyinchilik bo'ldi. 3 marotaba pastki guruhga tushishimga majbur bo'lganman. Ya'ni tushunmay qolganligim sababidan birinchi marta ko'rayotganligim uchun ham 3 marotaba pastki guruhga tushishga majbur bo'lganman. Sababi bu yerdagi qiyinchiliklardir. Lekin menga pastki guruhga tushish bu shov-shuvli narsa emas edi, ya'ni qo'rqinchli bo'lmagan. Sababi o'zim ustimda ishlashim uchun, bu narsani yaxshiroq o'rganishim uchun juda ham kerak bo'ldi. Bu guruhlarga tushgan vaqtimda ham menda bilimlarimni mustahkamlashim uchun yetarlicha imkoniyatlar bo'ldi. Ya'ni JavaScript qismi endi qo'rqinchli bo'lmadi. Ya'ni JavaScriptni 3 ta guruh pastga tushishim bilan yengib o'tdim. Yana bundan keyin o'rganuvchilarga ham bir tavsiyam bor. Ya'ni qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak. Qancha bo'lsa-da, albatta maqsadinglarga yetasizlar. Coin tizimi endi yo'lga qo'yilayotgan vaqtda edi. Boshida aytib o'tdim, 3 ta guruh pastga tushganligim sababli. Agarda ana shu guruhlarda pastga tushmaganimda, coin tizimi ishga tushishdan oldin bitirib ketgan bo'lardim. Lekin mana shu sabab bo'lganligi uchun ham coin tizimi men o'qiyotgan vaqtimda yo'lga qo'yilgandi. Coin yutib nimadir yutib olganmiz, coin olib. Coin tizimi ishga tushirilganda 2 marta qatnashganman coin tizimida. Birinchisida telefonlarimiz uchun alohida telefon qo'yadigan yutib olganman. Lekin ikkinchi coinda, ya'ni coinlarning soni juda ham ko'p bo'lgan. Shu sababdan kitob yutib olganman. Menga eng yoqqani baribir kitob yutib olganim bo'lgan. Kursni bitirganingizdan keyin qanaqa proyektlar bilan ishlagansiz? Yo'q, nechta proyekt olgansiz real? Kursni bitirganimdan so'ng proyektlarim soni 7 tani tashkil qiladi. Ularning katta kichiligi ham bor. Katta proyektlarim bu o'quv markazi uchun CRM tizim qilganman. Eng katta proyektim mana shu. Bundan tashqari o'zim harakat qilib topgan loyihalarim ham bor. Hamda bu loyihalarim Toshkentga sotilgan. Hozirda, ya'ni o'zim o'rgangan texnologiyadan tashqari qolgan texnologiyalarni ham o'rganganman. Shu texnologiyalar orqali Telegram app qilishni boshlaganman. Ya'ni Telegram orqali ochiladigan ilovalar. Bu ham front-end tomonidan yoziladi. Mana shu proyektlarim eng katta proyektlarim hisoblanadi. Bundan tashqari landing saytlar deyiladi. Ya'ni asosan ma'lumot beradigan saytlar. Mana shunday veb-saytlar ham qilganman. Bunday veb-saytlar soni hozirda menda 6 tani tashkil qiladi. Ya'ni ishlab turgan veb-saytlarning soni. Hozirgi kunda qayerda ishlayapsiz? Hozirgi kunda 2 ta ish joyim bor asosan. Birinchi ish joyim bu ITH o'quv markazida
front-end mentor sifatida ishlayapman. Ya'ni asosiy o'qituvchi sifatida ishlab bormoqdaman. 1 yil atrofida 1 yildan ko'proq ish amaliyotiga ega bo'ldim bu yerning o'zida. O'quv markazida ishlash davomida juda ham katta yutuqlarga erishdim desam ham bo'ladi. O'zim uchun ham juda ham ko'plab narsalarga erishdim. Ya'ni birinchi bo'lgan foydasi, kerak bo'lgan foydasi menga shu paytgacha o'tgan bilimlarimni yana bir marta mustahkamlab oldim. Ya'ni yodimdan chiqib ketgan joylar ham bo'lgan ekan, mana shularni yana ham mustahkamlab oldim. Bundan tashqari, men o'quvchilar bilan ishlash, ya'ni pedagogik amaliyotim ham ancha rivojlantirib oldim. Eng menga yoqqan joyi insonlar bilan ishlash. Ya'ni muloqot qilishda muammo bor edi. Ya'ni qilgan proyektlarimni kimgadir o'tkaza olmasdim. Lekin shu yerda ishlashim davomida mana shu muloqotdan o'sganligi sababli men bemalol proyektlarimni ham o'tkaza olyapman. Ikkinchi ishim bu Toshkentning o'zida, ya'ni Teamcraft nomli guruhga a'zo bo'lganman. Guruh emas, dasturchilar uyushmasi desak ham bo'ladi. Mana shu yerda hozirda proyektlarimni qilib bormoqdaman. Rahmat katta vaqt ajratib kelganingizga. Endi shu joyda hammaga tanishlaringizga masalan rahmat aytsak bo'ladi. Avvalo ota-onamga rahmat aytaman. Ya'ni mana shu darajaga meni yetkazib qo'yishganligi uchun, ya'ni qiyinchiliklarga qaramay o'zlarining mehnatlari bilan meni shu darajaga yetkazib qo'yishganligi uchun rahmat aytaman. Keyin ustozlarimga, ustozlarim ham mehnati juda ham katta. Har bir erishgan natijalarimda ustozlarimni ham harakatlari juda katta bo'lgan deb o'ylayman. Bu yerda front-enddan dars o'tgan ustozlarim Abbosbek ustozimiz hamda Asadbek ustozga katta rahmat aytaman. Ularni yordamlari hamda maslahatlari bilan men hozirda loyihalar qilishda hech qanday qiyinchiliklarga uchraganim yo'q. Bundan tashqari Ilhomjon ustozimiz hamda Muhammadami ustozimizga ham rahmat aytaman. Ularni yaqindan bergan misol yordamlari, ya'ni ma'naviy tomondan ham bergan yordamlari juda ham katta. Ya'ni to'g'ri yo'lda yurishim uchun, keyin to'g'ri tartibda yurishim uchun ham katta maslahatlar berishgan. Xo'p, endi boshlaydiganlarga, yosh dasturchilarga nima maslahatlar berasiz? Yosh dasturchilarimizga beradigan maslahatlarim avvalo mana shu sohaga qiziqinglar. Ya'ni qaysi soha? Istalgan sohani tanlashinglardan qat'iy nazar, dasturlashdan tashqari sohalaringiz bo'lsa ham, dasturlash bo'lsa ham, birinchi navbatda o'zingizlar bu sohaga qiziqinglar. O'zingizlar xohlanglar, ya'ni shu sohani o'rganishni istasanglar, sizlardan katta insonlar chiqadi. Ya'ni bu sohani o'rganishda qiyinchiliklarga uchramaysizlar. Har bir sohada qiyinchilik bo'ladi. Misol uchun, birinchi marotaba maktabga borgan vaqtinglar, o'qishni ham, yozishni ham bilmagansizlar. IT ni o'rganish ham mana shunday boshlanadi. Sizlar hozir bu yerda IT o'rganish uchun birinchi marta kelgan vaqtinglarda xuddiki o'qishni ham, yozishni ham bilmaysizlar. Lekin qiyinchiliklarga qaramasdan o'rganib borsanglar, natijaga erishasizlar. Ya'ni bu sohani o'rgana olasizlar. Rahmat katta. Maslahatlaringizga va kelganingizga vaqt ajratib. Rahmat, sog' bo'linglar.